Assalamu alaykum kichik do'stlar, yaxshi turdinglarmi? Baharni seg'indinglarmi? Bugun o'qimoqchi bo'lgan hikoyamiz dal mushu bahar to'g'risida. Abduri Yel Werber. Bahar qachon keladi? deb so'rabdi Sofiya apasidan. Bahar aldirmay keladi, debdi apasi. Undaqda baharning qachon kelganini qandoq bilamiz? Baharning kelganini bilishning birinchi usuli bo'lsa anglash. Qushlarning vichirlashib sayrashga boshlaganini baharning kelganidan derak berdi. Bu baharning ovoziga o'xshaydi. Shuning bilan Sofiya anglashga boshlabdi. Saharda singlisi bilan qar bo'yi yasag'ach atrofni tingshapdi. Kechqurunliqi dadasiga yordamlashib o'tin to'shig'ach atrofni yana tingshapdi. Dastlabida u hech nimani anglamabdi. Atrof oq qorlar bilan qoplangan bo'lib, shunchalik jimjit ekan. Lekin bir kuni u apasi bilan xatchaklarni olg'ila chiqqanida bir qushning vichirlig'ini anglabdi. Har kuni u texmi ko'p qushlarning ovozini anglaydigan bo'libdi. Tunji bo'lib qarg'ashning ovozini, uningdan keyin yovkaptar, jigdichining ovozini anglabdi. Uzun o'tmay har xil qushlar orqa-orqadan bas-basda bahar keldi deyishayotgandek sayrashga boshlabdi. Lekin sirt texich qorlar bilan qoplangan, sovuq ekan. Baharning kelishiga texmi oz qolganligini qandoq bilamiz? deb so'rabdi Sofiya dadasidan. Buni putimiz bilan his qila olamiz, debdi dadasi. Yerlarning bo'shab, patqoq bo'lishga boshlaganini his qilganing baharning yetib kelishiga texmi oz qolganligini bildirdi. Bu bahardagi tuyg'uga o'xshaydi, debdi dadasi. Shuning bilan Sofiya oyog'i ostiga har bir qadamiga texmi diqqat qilishga boshlabdi. Dadasi bilan o'rmonlikda mang'anida yer texchilar siliq ham qattiq bilinibdi. Sofiya dadasining qo'lini chang tutib mengibdi. Apasi bilan ko'langi joylarda mang'anida hamma narsa muzdakli tuyulibdi. Lekin bir kuni u yerlarning ilgirkidan yumshoqroq bo'lib qolganini, qorlarning erishga boshlaganini his qilibdi. Nihoyat tezla uning o'tki ilgirkidek yer ustida teyilib ketmasdan, yer ustidagi patqoqlarga pitib minishga boshlabdi. Sofiya baharning texmi yaqinlashganligini his qilibdi. Lekin bahar texich kelib bo'lolmadi, debdi Sofiya har qatim sirtqa chiqqanida cho'qim kiydigan do'ppisi bilan paliga qarab o'ksingancha. Baharning rostli kelganini qandoq bilamiz? deb so'rabdi Sofiya apasidan. Sofiya, agar bahar kelsa, ko'zimiz va burnimiz buni bizga aytib bera oladi, debdi apasi. Sen qorlarning erishga boshlaganini ko'rsan, havodan tuproq va yomg'irning purqini yedilay olaysan. Dal ashu chog'da baharning yetib kelganini bila olaysan. Bu baharning ko'rinishi va purqiga o'xshaydi, debdi apasi. Shuning bilan Sofiya atrofni kuzatishga boshlabdi. U ko'llardagi muzlarning eriganini ko'ribdi. Yana hovlisdagi qorlarning erib loyga aylanganini ko'ribdi. Gullarning yer ostidan unib chiqqanini, ularning o'sib g'olining ko'rinishga boshlaganini ko'ribdi. U yana o'rmonlikdagi toshlarning ustiga yangi muxlarning paydo bo'lganini ko'ribdi. U oppoq qor bilan purkangan dunyoning asta-asta yeshil rangga kirganini ko'ribdi. Qorlarning hammasi erib bo'lgandan keyin bir kuni Sofiya havoni hidlabdi-da, tezlikda yomg'irliq o'tki va yomg'irliq chopinini kiyib sirtqa chiqibdi. Sofiya yomg'ir yog'ishga boshlagan osmonga qarabdi. Dadasining "Sofiya, nima ish qilyapsan?" deb chaqirgan ovozi anglanibdi. Sofiya tilni chiqarib yomg'ir tomchilarini asta tetib biqibdi-da. "Endi baharning kelganini bildim", deb hayajondan varqirashga boshlabdi. Chunki bu dal baharning ta'miga o'xshaydi ekan. Shunday qilib bugungi hikoyamiz oxirlashdi.